Assalomu alaykum obunachilar. Bizda Euro 6 bilan Persepi bor. Euro 6 yozgi qilib bergan xizmatimiz Persepni o'yin ko'tarib berdi, ancha pasagan. Konteyner profildan foydalanib 5 sm ko'tarildi. Persepni ular ancha baland bo'ldi. Keyin Persepga qilib bergan ishlarimiz yon ramalari egilayotgan edi, to'g'rilab berdi, cho'tki qildim, nolga qo'yib. Nariyoq tarafi ham egilayotgan edi. Ancha kelgan. Qo'llari gayka boltlari yo'q ekan, gayka bolt qatir berdi, teshib, cho'tki qilib. Har bitta polda 10 bittadan bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Keyin fit o'rnatyapmiz endi, bugun xudo xolasa fit o'rnatib keyingi videolarga qo'yib boraman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin bu oldi murdasini yarmidan kesib yuboramiz. Baland ekan, bu tentopga o'lgani uchun ancha baland. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta kesiladi, u yozuvdan tepasi kesilib ketadi, chiroyli bo'lib qoladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, fiton qo'yilgan jarayonni qo'yib qo'yaman keyingi videoda.